tanlov deb o'yladim mana. Keyin siz juda IT bo'yicha faoliyat yurityapsiz. Shu qiziq nimalar loyihalar haqida gapiring. Men bilaman InAI. IT. Umuman shu sohalar bo'yicha kasda nimaga ham kiramiz. O'zimizni boyagi umumiy masalalarga suv shvali. Demak, o'sha umumiy hozir IT qanday qilib huquqshunos bu yoqqa kelib ITga o'tdi. Umuman boshqa yo'nalishda 90 gradus bu yoqqa burilib ketgan. shunday. 160 ham bilaman bunaqa o'sha payt hozir ham bunaqa bolalar bor, Chikagoda yana bir tanishimiz bor, yuridik universitetni bitirib kelib ITda ishlashyapti. Bitta men emasman demoqchiman, bunaqalar bor. Ya, shunday. Normal holat, bitta statistika o'qiganim, Amerikadagi odamlar hayoti davomida o'rtacha 4 martagacha kasbni o'zgartirar ekan. Shu boshqa sohalarga o'tadi. Bizda bo'lsa bitta sohani ushlasak, o'sha sohada qolaman, shunday katta ehtimol shunday. Boshqa o'zgarishdan qo'rqish bor-da bizda. Shunday, keyin nimada komfort zonada qolib ketish. Komfort zonada qolish. O'sha endi bu yoqda endi o'sha kelib MBA o'qiganimizdan keyin ko'rdim, bu yoqda IT sohasi imkoniyatlari ko'p. Kelib o'sha menga yoqqan tomoni, hozirgacha shuni yoqtiraman, IT sohasi, ya'ni injenerista, software engineer, ya'ni dasturchi yo'q narsadan nimadir yarata olasiz, odamlar ishlata oladigan nimadir yaratsangiz bo'ladi. Misol uchun arxitektor yoki quruvchi, injener, unga nimadir materiallar kerak, nimadir qurish uchun, kompyuter qurish uchun sizga materiallar kerak yoki mana buni qurishingiz uchun sizga materiallar kerak. Lekin dasturchi sifatida sizga faqat tilni bilsangiz bo'ldi. O'sha softverni, ya'ni o'sha dasturni siz tildan foydalanib yozsangiz bo'ladi. O'sha yo'q narsadan nimadir yaratish juda menga qiziq tuyulgan. O'sha vaqtda o'sha MBA sohasini ITga o'taman deb turgan vaqtimda xonadoshlarim o'sha Elmurod, Shahzod hozir eshitib turgan bo'lsalar, aytishgan, sizda umuman bu boshqacha yo'nalish, siz umuman matematika o'qimaganman. Buni ham tarixi bor, keyin hozir to'xtatib o'taman, unga ham nima bo'lgan. Ya'ni high school, ya'ni bizda maktabdaligimizda algebra o'qiganmiz yoshligimizda. Undan keyin matematika o'qimadim-da 9-sinfdan keyin. Endi hozir bizda shunaqa tushuncha bor edi, IT sohasiga o'tgan odam matematika yaxshi bilish kerak. Bu ham 100% to'g'ri emas. Ya'ni matematik jihatdan zo'r bo'lmasangiz ham, men bu veb-sayt qurish yoki dizayn qilish yoki kod yozishlarni bemalol qilsangiz bo'ladi-da. Menda ham qiziqish bor-da. Ozroq qo'rqib turibman. Kod yozish qanday qanchalik yaxshi, faqat qiziqish bo'lsa, sizni olib keta olasiz degan. Qiziqish bor. Men texnikaga, texnologiyaga juda ham qiziqaman. Shuning uchun men o'zimni kanalimni ham boshlab bir nima qildim. Sal ishtiyoq bo'lib qoldi va edit video tahrir qilishda nimasiga kelganda ko'p vaqt oladi-da. Ko'p vaqt olar ekan. Shuning uchun videolar yozganman, e'lon qila olganim yo'q. Endi shuni edit qilib chiqish kerak. Boshqa ish bilan, o'qish bilan ishtiyoq bo'lsa, harakat qilsa, aytsa bo'ladi. O'sha o'qituvchimiz bo'lardi. Dr. J. Concordia universitetida biz o'qituvchimiz aytadi. Agar deyardi, sen yetarlicha vaqt va energiya sarflasang, xohlagan narsangni o'rgansang bo'ladi. Agar o'sha rocket science deydi, bu yo'q, endi raketalarni qurishni u ilmini o'rganishni bilmoqchi bo'lsang dedi, o'sha sohadagi ishlayib turgan odamlar qanchalik vaqt va energiya sarflagan bo'lsa, o'sha energiyani sen ham sarflasang, albatta o'sha narsani o'rgansa bo'ladi degan narsani bizga o'rgatganda, haligindan to'g'ri haqiqatdan ham o'rgansak bo'ladi. Boshqa odam faqat boshqalardan ko'ra ko'proq o'qishim kerak. Inson qilgan ishni inson qila oladi. Inson qilgan ishni inson qila oladi. Shuning uchun kasbingizni o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan o'zgartirish kerak. Bu hayotga bir marta kelamiz. Hamma o'zi yoqtirgan. Ketmoqchi bo'lib yurganlar tizimdan sizlarga tegishli gaplar bo'lyapti. Yo'q, faqat zo'r nima berganman. Misol uchun katta maktabda katta tajriba bo'lgan. Lekin ayrim xodimlar ko'rganman-da, endi gaplashasiz, o'zimiz bilan birga o'tgan yoki keyinchalik o'tgan yoki birga ishlagan yosh katta xodimlar ayrimlari shu o'zida boshqa narsaga talanti bor-da. Boshqa sohaga qiziqadi yo boshqa sohaga talanti bor-da, lekin ishlab turibdi, komfort zonadan chiqishga nima deymiz? Seskanish, qo'rquv bormi, yo bo'lmasam o'sha joydan ketishga atrof muhitda ta'siri bormi? Masalan, odamlar nima deydi degan gap bor-ku. Albatta. O'sha tomonlarni o'ylashadi-da. Lekin hozir gapingiz yaxshi, juda to'g'ri gap bo'ldi. O'shaning uchun, misol uchun, qaysi sohada ishlasa ham odam o'zi qiziqadigan sohaga gap bor-ku, bitta agar o'zingni hobbing foyda keltirsa, o'zi ish emas,
ishlab turgan ish emas deydi. Shunday, ha. O'zing yaxshi ko'rgan ishingni qilsang, o'sha daromad keltirish kerak. Ha. Nima qilamiz? To'xtatamiz. Xullas shu komfort zonadan chiqib, qiziqqan sohaga ishlasa, menimcha yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Ya, albatta. O'sha o'zingiz qiziqsiz, agar o'sha narsani ustida soatlab o'tirib vaqt qanday o'tganini sezmay qoladigan bo'lsangiz, ana shu siz sohangiz deb o'ylayman-da. Misol uchun men kod yozishga o'tirsam, qaramayman, soat vaqt o'tib ketadi. Ertalab o'tiradigan bo'lsam, 6-7 soat qimirlamasdan, ovqat yemasdan, suv ichmasdan o'tirsam, yozaveraman-da, kod yozib o'tirib, qiziq. Nimadir izlanib, qidirib, nimadir yaratish men uchun qiziq bo'lgan. O'sha eslayman 2018da birinchi o'sha bootcampga qiziqib yurgan vaqtimda kod yozib ko'rganman-da, shunchalik qiziqqanimni aytgan edim. Shunaqa o'zim birinchi marta hayotimda nimadir o'zim yoqtirgan sohani topdim deb. Chunki endi yuridik universitetda o'qiganmiz, qiziqish bo'lgan. Endi tashqaridagi ta'sir, boshqa kelajakda soha yaxshi, sharoitlar yaxshi bo'ladi degan ma'noda o'qiganmiz. Afsuslanmayman, albatta ko'p narsani o'rgandik, mana hozir shuncha do'stlar orttirdik. U ham bir tajriba. Lekin men o'zim hayotimga keladigan bo'lsam, o'sha koding, ya'ni kod yozish, dasturlashga kirganimdan keyin o'zim uchun qanaqadir bir yangi narsani kashf qilganman-da. Shu sohada, demak, o'zim bilganman ichimdan, demak, shu sohada ketmoqchiman. Soatlab o'tirib ishlasam ham vaqt qanday o'tganligini bilmayman deb o'sha sohaga o'tganim. Demak, nima deydi? Hamma o'zi yaxshi, o'sha nimada yaxshi bo'lsa, o'sha sohani qilsa, demak, jamiyat oldinga yuradi. O'zi hayoti yaxshilanadi, atrofidagilar hayoti yaxshilanadi. Keyinchalik endi o'sha magistraturani bitirdik. Mana 2,5 yil o'sha o'qigandan keyin hozir o'sha Amerika bitta bizda National Student Clearinghouse degan bitta kompaniyada ishlayman. Bizning kompaniyamiz Amerikadagi butun bir universitetlari bilan 90-95% o'sha Harvarddan tortib MIT, sizda Lincoln universiteti ham bo'lsa kerak. Biz o'sha universitetlarda o'qigan odamlarni degrisini, ya'ni o'sha o'qigan diplomasini biz ular to'g'ri emasligini biz ularga yozib beramiz. Ya'ni sizga transkripsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni veb-saytga topshirib turib, transkripsiya olsangiz bo'ladi. Keyin biz yillik hisobotni haq emasligini ko'rib beradimi? Yo'q, biz xullas siz ertaga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, sizni ishga kirgan olayotgan kompaniya so'raydi, background check qiladi, ya'ni sizni tekshiradi. Bu qayerda o'qigan, aytasiz, men shu universitetda o'qiganman, shu yillarda desangiz, u bizga ma'lumot jo'natadi. Sizlarda bazadan bizda bazadan har bitta universitet har yilda bitirgan talabalar ma'lumotini bizga jo'natadi. Evaziga har bitta studentdan to'langan puldan biz, agar siz bizga to'lab o'sha narsani oladigan bo'lsangiz, diplomangizni verifikatsiya qilib oladigan bo'lsangiz, biz o'shani qanchadir summasini universitetingizga to'laymiz. Shunaqa hamkorligimiz bor-da. Xususiy tashkilot, bu davlat bilan aloqasi yo'q-a? Yo'q, davlat bilan aloqasi yo'q, non-profit deydi, ya'ni foydaga asoslanmagan, nodavlat, notijorat. O'zi notijorat tashkilot ochilgan, lekin o'shuni orqasidan pul qiladi. O'sha sizning ma'lumotlar, datani sotamiz, ma'lumotni olib boshqalarga beramiz. Bu universitetga yengillik beradi, chunki universitetda har bitta o'quvchi universitetga borib, diplomamni transkripsiya bering demaydi-da, bizga keladi, biz bir marta olamiz, u ma'lumotni databazada saqlab qo'yamiz. Keyinchalik yana kelsa, o'shani qaytarib beramiz. Studentlar o'zi ham so'rab olishi mumkin yoki student ishga kirmoqchi bo'lgan kompaniyalar ham sizlardan olishi mumkin. Shunday. Hammaning imkoniyati bor. O'sha kompaniyada ishlayman, hozir bugungi kunda tech leadman, ya'ni o'sha jamoani boshqaraman. Qo'limda 10 ta developer bor, dasturchi bor. O'sha dasturchini boshqaraman. Bundan tashqari o'zimiz o'sha startup kompaniyalarimiz bor. Mana shu startup kompaniyalarimizning bittasi Inaya AI Core, aynan shu ingliz tilini o'rganishda, til o'rganishda qiyinchilikka duch kelayotgan do'stlarimiz uchun, yaqinlarimiz, o'zim qiynalganligim uchun mana shu sohada nimadir yaratmoqchi bo'ldim va o'sha birinchi ilovani qilganman. Hozir juda ko'pchilik 10 ming, adashmasa 15 mingdan ko'proq odam yuklab olgan ilovani ishlatishyapti. Juda ham yaxshi fikrlar juda ko'pchilikda. Men ishlatib ko'rdim. Bu yerda asosiy maqsad, ya'ni speaking e'tibor berilgan, gaplashishni o'rganish. AI yordamida sizni speakingizni o'rganish, so'z boyligini orttirish, shu masala oldinga qo'yilgan. Hozirgi kunda yana boshqa proyektlar bilan ustida ishlayapmiz. Ya'ni hozir mana skamerlar, ya'ni ko'payyapti. Shularni oldini olish uchun logistika sohasidagi do'stlarimiz bilan ishlayapmiz. Hozir yana boshqa proyektlarimiz bor. O'sha butun o'zbek diasporasidagi blogerlar bilan biznesmenlar bitta sohaga olib kelyapmiz. Bu ham bir ketyapti. Xudo xolasa birgalikda buni ham amalga oshiramiz. Biz biznes jihatdan, startup jihatdan juda
loyihalarimiz ko'p. Albatta kelajakda yana bir gaplashib o'tirsa bo'ladi, detalli gaplashsa bo'ladi. Lekin bugunga menimcha yaxshi gaplashgan. Shunday, bugun qiziq bo'ldi menimcha suhbat. Tomoshabinlarga ham qiziq bo'ladi deb umid qilamiz. Keyingi suhbatlarda shu Bay Area'dagi bo'lgan o'zbeklardan chaqirib, albatta, mehmon sifatida suhbatlashsak. Juda yaxshi fikr. Endi maqsadimiz ham shu, O'zbek Area deb nomladik. Birinchi o'rinda mana shu Bay Area'dagi do'stlarimizni chaqirib, shu sohada o'zbek akalarimizni, ukalarimizni shu muvaffaqiyatga erishgan ularning hikoyalarini eshitish va ular tajribalarini biz o'rganib, sizlar bilan ham bo'lishni xohlaymiz. Keyinchalik albatta O'zbek Bay Area bo'lganligi uchun balkim onlayn mitinglar qilib ham boshqa davlatdagi o'zbeklarni ham intervyu qilish niyatimiz bor. Shuning uchun bu podkast boshqa podkastlardan boshqacha bo'ladi. Shunday, nomlanishi ham biz O'zbek Area, ham O'zbek Area, ya'ni o'zbeklar umuman areasi, ham Bay Area, Bay Area'dagi atrofdagi o'zbeklar degan ma'noda ikki xil ma'noda tushunish mumkin. Shuning uchun O'zbek Area deganda butun yer yuzidagi o'zbeklar bilan ham onlayn video shunday orqali suhbatlar uyushtiramiz, Xudo xolasa. Katta rahmat sizga ham, rahmat. Mr. Avazov studiyasiga rahmat deb qolamiz. Juda ham biz foydalandik. Xudo xolasa kechalik o'zimiz studiyamizni qo'yamiz. Hozircha Mr. Avazov. Ko'rishguncha kommentlarda fikrlaringizni qoldiringlar. Nima haqida qiziq hamma kommentlarni o'qib chiqamiz. Albatta, kommentlarni biz o'qiymiz har bittasini. Agar sizlarga nimadir qiziq bo'lsa, IT sohasida, biznes sohasida yoki huquq sohasida ham mana biz o'qiganmiz, do'stimiz 6 yil ishlaganlar ham mana shu tajribalaridan kelib chiqib yo'l yo'riq ko'rsatishlari ham mumkin. Sizlarga nima qiziq bo'lsa, yozib qoldiringlar. Albatta biz harakat qilamiz shu masalalarga javob berishga, savollarga javob berib, keyinchalik shu yangi podkastlarimizda sizlar qiziqqan insonlarni kimni podkastga chaqirish kerak ham yozib qolsalar, biz imkoni boricha o'sha odamlar bilan aloqaga chiqib podkastimizga chaqirishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.